o'sha kiberxavfsizlik asoslari, kiberxavfsizlik aloqador hamma narsani o'rgatib ketishni niyat qildim. И asosan zaiflikdan boshlab ketaman, chunki kurslar bo'ladi YouTube'dan har qanaqa narsani boshlang'ich tushunchalarni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, IP nima, tarmoq nima, tarmoqlar qanday ishlaydi, zaifliklar qanaqa zarar beradi odamlarga, zaifliklar uchun masalan biror saytni buzsam nima javobgarlik bor. Ular oddiy narsalarni o'sha YouTube'da boshqa kanallarda bor. Aytaylik, biror operatsion tizim yuklash, Kali o'tkazaman deysizlar, Linux o'tkazaman deysizlar, o'shanga o'xshash har qanaqa videolarni YouTube'dan topsa bo'ladi. Biza endi kamroq bo'lgan, nisbatan kamroq bo'lgan zaifliklarga aloqador bir darsliklarni davom ettiramiz. Bugungi darsda asosan o'sha nazariy bo'ladi и bitta saytda ko'rsatib beraman qanaqa ishlashini. Xo'p, endi bugungi narsa nima edi? XSS yozib qo'yganimdek, XSS o'zi shu cross site scripting deyiladi. O'zim ham ko'p ishlatganman, ba'zi saytlarda chiqqan. Ochig'i, agar cross site scriptingni qachon biror bir zaiflik deb uni biror bir veb-saytga, ya'ni veb-sayt adminlariga aytaylik, bu zaiflikni tuzadi, bo'lmasa bo'lmaydi degan ma'noda yozsa bo'ladi. Qachonki bizni kukilarimizni o'g'irlasa. Kuki nimaligini o'zingizlar ham bilsangiz kerak yoki uni ham qidirib topasizlar. Eng zo'r narsa kuki. Kuki nima? Endi websites kukilar nimaligi haqida aytib berasiz. Remember information about your visit / login detail. Hamma narsani saqlab qolgan narsa. Endi cross-site scriptingdan boshqa bir zaifliklarga o'tish mumkin, lekin men hali o'tib ko'rmaganman. Aynan XSS dan o'tmaganman. CSRF dan yoki remote broken access dan o'tganman, lekin aynan XSS dan boshqasiga o'tmaganman. Demak, men biladiganim bu faqatgina bu orqali birovlarni ma'lumotlarni o'g'irlash, ya'ni nima desam bo'ladi buni oddiy tilda? O'sha kukilarni olib o'ziga qo'yib, uni nomidan kirib ketish mumkin bo'ladi. O'sha bu hozir walarm.com ko'rib chiqsangiz bo'ladi. XSS lar hozir tushuntirib bergan narsam umumiy hisobda XSS 3 ta turga bo'linadi. Ulardan bittasi stored. Really? Okay. Stored XSS bo'ladi yoki reflected XSS bo'ladi yoki DOM based bo'ladi. Bugun masalan aniq bitta storedni ko'rsataman. Stored ko'rsatmayman, uni tushuntirib beraman qanaqa bo'lishini. Reflectedda bitta amaliyotimiz bor. DOM basedni men nazariy tushuntiraman, o'zim ko'rmaganman DOM basedga, uchramaganman to'g'ri. Xo'sh, davom etsak endi. Birinchi o'rinda stored XSS ko'rsak. Stored XSS umuman olgan XSS nimaligini tushunaylik. Davay, kelaylik XSS nimaligini tushunamiz. Aytaylik, bu asosan o'sha JavaScript kodlaridagi xatoliklar tufayli kelib chiqadi. Masalan, men attackerman, aytaylik, attackerman va veb-saytga zararli kodimni joylashtirib qo'ydim. Endi veb-sayt zararli kod turibdimi? Boshqa visitor, ya'ni boshqa bir foydalanuvchi u saytga kirsa, u kod avtomatik ishga tushadi va foydalanuvchini zararlaydi. Yoki unga biror bir noto'g'ri ma'lumot chiqaradi yoki uni aytaylik ma'lumotlarni o'g'irlab o'ziga olib, kukilarni o'ziga o'g'irlash mumkin attacker visitornikini. Endi aytaylik XSS qayerlarda chiqadi, uni oxirida ko'rsataman. Birinchi o'rinda shu 3 ta turga bo'linishi nimaligini aytdim. JavaScript kodlaridagi xatoliklarga asosan chiqadi. Stored XSS. Bu stored bor, reflected bor, DOM based bor dedim. Stored XSS da ma'lumot qoladi. Storedda qoladimi? Sort affected. Storedda qoladi. Ya'ni masalan aytaylik, attacker veb-saytga kirdida o'zini zararli kodini tiqib ketdi. O'zini zararli kodini qo'ydi, bo'ldi, chiqib ketdi. Endi har bir o'sha sahifaga kirgan foydalanuvchi bu koddan zararlanaveradi. Tushuntira oldimmi? Aytaylik, u biror tuzoq qo'ydi odam tuzoq qo'ydi-da.
Endi u tuzoqqa tushgan odamni yeb qo'yadi tuzoq va yangidan odam kutaveradi. Aytayotgandek tushuntirish uchun shunaqa deyapman aslida. Buni ishlash sal boshqacharoq. Unga zaiflik o'sha XSS zaiflikka bor joyiga, ya'ni asosan qayerda bo'ladi? Kommentariya qismlari yoki izoh yozadigan qismlar bo'ladi. O'sha joyga XSS zaiflik kodini tiqib qo'yadi. O'sha sahifaga kirgan har bir foydalanuvchi o'shanda zararlanaveradi. Bu stored bo'ladi, ya'ni bu veb-saytda qolib ketadi doimiy. Qachonki o'chirmaguncha to'g'ri, lekin veb-saytda doimiy qoladigani bu stored XSS deyiladi. Ikkinchisi reflected XSS nima? Endi reflected XSS bu bir marta kirishda bo'ladi xolos. Masalan, siz aytyapsiz, bitta link yaratib beryapsiz-da. Link yaratyapsiz va uni do'stingizga yuboryapsiz. O'sha zararlanuvchi uni olib ustiga bosyapti va u yerda reflected XSS bo'ladi. Bo'ldi. Bir marta chiqadi. Endi o'sha joyini olib tashlab, o'sha aynan veb-sayt o'sha pejini har qancha u обновление qilsa yoki bir обновление qilaversa, baribir unga chiqmaydi. Chunki siz unga yagona bir bergansiz. Linkli XSS bergansiz. U reflected deyiladi. Ya'ni saytda qolib ketmaydi. Saytni zaifligidan kelib chiqib, bir martalik bo'lib chiqadi. Endi DOM-based nima deydi? DOM-based как будто seni brauzeringda qoladigan narsa deydi, lekin men uni o'zim amaliyotda ko'rmaganim uchun to'g'ri tushuntira olmayman. Endi unda XSS o'zi qanday ishlashini ko'ramiz. Xo'p, masalan, Gidromet sayti bor. U yerda masalan har xil narsalar bor-da, bu yerda haqida ma'lumot, biror bir narsalar. Endi bizga nima kerak? Aynan XSS topishimiz uchun bizga nima kerak? Biror bir yozadigan joyimiz kerak. Yozadigan joy qidirib ko'ramiz. Joylar topilmaydi. Asosan qanaqa joylarda bo'ladi? O'sha kommentariya dedim, har qanaqa biz saytga yozishimiz mumkin bo'lgan joy. Biri mana bu yerda turibdi masalan. Yaqinlashtirsam bo'ladi, unda bo'lar ekan. Endi qaranglar, bu yoqda search qismida boya yozganim uchun turibdi bu. XSS zaiflik borligi yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Prosta yozamiz. Bo'ldi, nimadir yozsa, bo'ldi, ko'rdinglar. Search result chiqarib beryapti bizga. Aytaylik, test deb yozaman. Test degan narsani chiqaryapti bu. Ya'ni biz bu yerga nima yozsak, bu yerda ham chiqyapti. Demak, bizda kodimizda shunaqa joy borki, nima bu? Okey, qanday 10 tomonga qo'zadi buni? Okey, shart emas bo'ldi. Masalan, mana search result test va oddiy bir hash1 ni ichida beryapti bizga bu kodni. Bir qarasanglar, yaqinlashadimi bu yer? Yaqinlashar ekan. Xo'p, oddiy bir hash1 ni ichida beryapti. Demak, bu kodni ichidagi kod bo'lib ketyapti. Biz nima qilsak bo'ladi endi bu yerga? Kodni tugatib, uni ichiga skript tiqib qo'yishimiz mumkin. Endi qaranglar. Skript tiqib qo'ymoqchi bo'lsak, nima yozamiz? Oddiy bir ishlayaptimi yo'qmi bilish uchun oddiy narsa yozib ko'ramiz. Ya'ni XSS bormi yo'qmi? Shuni tekshirish uchun hali bu cookie o'g'irlash boshqa narsaga kirmaydi. Alert o'zim yozsanglar bo'ladi. Shunday so'z chiqarmoqchiman. Test XSS deb yozdim. Ketdi. Ko'rdinglar? Endi boyagi xuddi o'sha veb-sayt bizga pop-up chiqardi. Ya'ni pop-up deydi bu narsani. Ekranda paydo bo'luvchi narsani pop-up deydi. Qarasanglar, hali HTML fayli hali ochilgani yo'q. Biz buni pop-updan o'tganimizdan keyin fayl ochiladi. Endi qarasanglar. Search result yo'q, hech narsa yozmagan. Sababi nega? Chunki bu yerdagi XSS ichidagi kirib ketgan kod yo'q bo'lib ketdi o'sha. Ya'ni kod bo'lib ketdi. U kodni chiqarmaydi. Search result turibdi. Bu yoqda skript alohida kod bo'lib turibdi o'sha. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu o'sha test emas. Ya'ni aytaylik nima desam bo'ladi? Bu biror bir как будет? String emas-da. Bu kodga уже qo'shilib ketdi bu narsa. Shuning uchun demak bu уже skript ishlayotganini bildiradi. Aytganimdek, kodni ichiga bizning zararli kodimiz tiqilgan paytda bu XSS ni keltirib chiqardi. Endi nima qilamiz biz? Masalan, men cookie o'g'irlamoqchiman-da. Bu nima? Bu
Da reflected bu. Chunki men bu pejga yana boshqatdan kirsam turadi, to'g'ri turadi. Nimaga? Chunki bu mana bu yerda reflectedga kiryapti. Nimaga stored emas? Chunki men o'sha sayt joyga kirib yana nimadir yozsam yo'q. Chunki bu reflected bir marta bo'ladi. Bo'ldi. Chunki men bu query degan narsa, ya'ni uni query'si 0 ga teng, ya'ni hech narsa yo'q bo'ldi deb. Qachonki biz query'ga nimadir yozsak, mana bu yerga masalan nimadir yozsak, query'dan shu paydo bo'ladi. Endi biz bu yoqqa zararli skript yozsak, zararli skriptdan pastdan paydo bo'ladi. Xuddi shunaqa ishlaydi. Demak, bu reflectga kiradi. Chunki aytgandek, bu yoqqa qayta kiramiz, boshqa narsa yo'q. Hech qanaqa narsa yo'q. Bu reflect. O'sha agarda aytaylik biror bir veb saytlarda query'dan keyin aytaylik ana bo'lsa, qiymat bo'ladigan, qiymatda o'shani tushunmay eslamayapman. Qiymat bo'ladigan bo'lsa, o'sha qiymatni o'rniga ham qo'yib ko'rish kerak. Ba'zi bir veb saytlarda bo'ladi, search yoki biror bir kommentariy bo'lmaydi. Kommentariy ham qidirish qismlari bo'lmaydi. O'sha payt sizlar o'zingizlar query'ning ichiga yozinglar link. O'sha tekshirish davomida faqat buni qidirib o'tirmanglar. Biror joyga o'tasizlar, masalan, nomerlarga o'tishingiz mumkin. Qayerlar bor yana o'zi? News'ga o'tasizlar hozir. News o'qib qolsa kerak. News'ga o'tadi. Unda bormi query qidiringlar. U har doim birinchi pejda turmasligi yoki mana alohida bir tab ochib qo'ymasligi mumkin. Tab deydi, nima deydi? Shu narsani ochib qo'ymasligi mumkin. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham qidirib ko'rish kerak. Xo'sh, endi cookie'lar qanday o'g'irlaydi? Men o'zim oladiganim XSS. XSS Hunter sayti bor. Sponsor emas. Traffic Security. Login qilib kirish kerak ekan bu yoqqa. Va arxiv. Все, kirmay qo'ya qoling. Xo'sh. Xuddi shu sayt, buni eslab qolasizlar, o'tdim. O'zim akkauntim bor, prosta uni ko'rsatgim kelmayapti, shuning uchun hop, example desam chiqsa kerak. Example. Mana. Sizlar o'sha veb sayt kirganingizda sizlarda bo'ladi. Nima bu? XSS payload degan qismi bo'ladi. Sizlar o'sha joydan har xil XSS bo'ladi. Ya'ni ba'zi birlari alertni yoki script degan so'zni bloklash mumkin, qolganiga o'tib ketish mumkin. O'shani siz XSS dan ko'pni olasiz, sinab ko'rasizlar. Ya'ni juda ko'p bu yerda. Aynan shu joyga yuboradigan. Oldinglar payloadni olgandan keyin, XSS payloadni olgandan keyin uni o'sha serverga joylashtirib, asli boshqa narsa qilasizlar veb saytga. Undan keyin kelgan har qanaqa ma'lumotlar XSS payload faylda turadi. Endi mana bu collapse report degani bor. Bu oddiy prosta knopka. O'shani bossanglar, report полностью ko'rinadi. Ya'ni undagi qachon bosgan, qachon saytga, veb saytga kirgan, qachon masalan oddiy 2023-yil 29-yanvar kuni kirgan ekan. Endi source code mana bu kerak bizga. Cookie'lar bo'lishi mumkin, buni o'rnida boshqa narsalar bo'lishi mumkin. O'sha narsaning asosiy bizga kerak bo'ladigan joyi shu yerda. Xuddi shunaqa XSS'larni ishlatasizlar. Endi biz nima qilamiz? Bizda endi aytaylik Hidromet sayti bor. Nimadir deb qidirdim. Bu meni tokenim, o'chirib qo'yaman hozir.
o'qibdi. Script alert deb yozdim. To'g'rimi? U menda ishlayapti, boshqa ishlaydiganmi bilmayman-da hali. Aytaylik, endi men uni olaman. Private window ochaman. Ochdim. Endi men xuddi shu linkni o'rtog'imga jo'natdim-da. Aytaylik, o'rtog'imga jo'natdim. O'rtog' shuni ko'r. Shunaqa ekan. U bosdi. Nima bo'ladi? Unda XSS ishlab ketadi avtomatik kodida. Aytganimdek, F11 da ishlaydi. Hazillashdim. Uni kodiga qo'shilib qoladi. Mana xuddi shuni kodiga qo'shilib qoladi. Men bugun o'zi shu narsani tushuntirmoqchi edim. XSS nimaligi, qanday ishlash haqida. O'ylaymanki, ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi. Chunki men ham shunaqa o'rganganman, qolgan narsani Googledan ko'rib olganman. Muhimi ishlashini tushunsalar bo'ldi edi. Ya'ni nima bosganda nima bo'ladi? Qayerda paydo bo'ladi haligi kod? Nimaga u birdan ishlab ketyapti? Shularni tushunsalar aslida bo'ldi edi. Qolgani baribir praktika. O'zi bitta praktika bo'lgandan keyin tushunib olasizlar. O'zimizning veb-saytlarda yoki boshqa veb-saytlarda stored XSS to'lib yotibdi. Kommentariy yozadigan har bitta narsaga yozib ko'ringlar. Ya'ni kommentariy yozish mumkin bo'lgan qanaqa veb-saytga taxminiy prosta skript yozib qo'yinglar xolos. Alert bermanglar, prosta skript yozinglar, ko'ringlar. Agar skript yozuv yo'q bo'lib ketsa, bu o'zi bilsanglar bo'ladi. Demak, bu yerda XSS bor. Yo'q bo'lib ketgandan keyin o'sha kodni ochib ko'rasizlar o'zingizlar. Qo'shilib qo'ygan bo'lsa, demak u storedga aylanib qolgan bo'ladi. Rahmat aytagan. 17 minut bo'libdi. Aytgancha, obuna bo'lib qo'ying kanalga.